Do'stlar, bugun sizlar bilan Koreyada ham juda ham trendda, xullas Baskin Robbins degan marojnani yeb ko'ramiz. Bu O'zbekistonda ham bor edi, menimcha bankrot bo'ldi. Qimmatli qildimi, tushunmadim. Xullas bu marojnani hozir o'zbek puliga 300 qanchami 320 ming atrofida oldim. O'sha ham mumkin, batda eng men yaxshi ko'rgan 3 xil marojna bor. Xullas mana marojnaning nomi, mana bunisi nomi Sarani Pajing Taki. Xullas sevgi, o'zbekcha gaplarmayman. Sevgini ichiga tushgan qulupnoy deganmi, shunaqa degan marojnasi yeb ko'ramiz. Bismillah. Koreyaga kelib birinchi bo'lib nima yegiz keldi desa, xullas shu marojnani aytaman. Masha bomba. Ko'rayotgan bo'lsalaring, Yusuf har doim endi xudo xolasa birga olib chiqishga harakat qilaman. Marojnaga 1 dan 10 gacha baho beringlar. Keyin Yusufiga 1 dan 10 gacha baho beringlar. Turishini qaranglar. Mana bunisi bor. Yana bitta boshqachasi bu New York sirli degan marojnasi.